o'rtoq tanlashda nimalarga e'tibor berish lozim? Turmush o'rtoq bu palto emas, xohlagan sezoningizda almashtiradigan. Turmushga chiqqungacha yaxshilab ko'zlarni katta ochib qarash kerak va 5 ta belgiga e'tibor berish kerak. Undan keyin mana loktingni kusaydiganlar, mana tirsakni tishlab bo'ladimi? Yo'q. Undan keyin kech bo'ladi deganlar. Shuning uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda oilaviy qadriyatlarga. Uning uchun har bir oila qurish arafasidagi inson o'ziga savol berish kerak. Men qanday oila xohlayapman? Ana shu qanday oila xohlayotgani, oila men uchun nima? Men oila uchun nimalar qilishga tayyorman degan savollarga o'zidagi javoblarni oladi va bo'lajak turmush o'rtog'idan so'raydi. Agar javoblar bir-biriga o'xshash bo'lsa, demakki qadriyatlar bir-biriga o'xshash. Ana endi ikkinchidan uni temperamentiga. Biz yoshlarga inson xarakterini o'rgatishga harakat qilamiz, odatlarimizni tushuntirishga harakat qilamiz, lekin temperament bu tug'ma. Temperamentni inson yillar davomida o'zi xohlasa korreksiyalay oladi. Shuning uchun temperament bilan tanishtirishimiz kerak. Qanday temperament turlari borligini, qaysi temperamentga qanday yondashish kerakligini tushungandan keyin har bir turmush qurish arafasidagi yosh o'zini temperamentiga mos bo'lgan temperament egasiga e'tiborli bo'lishni boshlaydi. Uchinchisi, uni oiladagi tarbiya uslublariga. Agar tarbiya uslublari bir-biriga o'xshash xonadonlar bo'lsa, ularni oiladagi bit deymiz, oilaviy hayotidagi hayot jarayoni tez bir-biriga moslashadi, maza qilib oilalarni qurishda davom etishadi. To'rtinchi qaraydiganimiz bu odatlar. Ya'ni insonni hayotini, sifatini uni odatlari tuzib beradi. Qanday odatlarga o'zim egaman va juftim qanday odatlarga ega bo'lishini istayman degan savolni beradi va o'sha bo'lajak juftlikka nomzodni odatlari bilan qiziqadi. Va beshinchisi xorda qolish. Men qanday xorda qolishni yaxshi ko'raman, juftim qanday xorda qolishni yaxshi ko'radi. Chunki xorda qolish ham insonga nihoyatda muhim bo'lgan ehtiyojlardan biri. Oilani mustahkamlash bo'yicha bir qancha qoidalarni o'rgatganimizda birgalikdagi xorda qolish jarayonini albatta bu ro'yxatga qo'shamiz. Albatta juftlar birgalikda dam olishni bilishlari kerak. Ana shuning uchun meni xorda qolish tempim, mana xordiqqa nisbatan munosabatim juftimda qanday? Albatta qiziqish bo'lishi shart.